Xorazm Gurlar rayonidan keldik. YouTube'da şu sizlerin ko'chatlaringizni ko'rib, havasimiz keldi. Hech qanday gap yo'q. Şu egeceklerin hammasini aytamiz, olib eksangiz bo'ladi. Bizim ko'chatlarimiz Farg'ona va Andijon viloyatiga ketyapti. Bundan oldingi dastlabkamiz Qashqadaryo va Navoiyga edi. Ertaga xudo xolasa Xorazm bilan Qoraqalpog'istonga yetkazamiz. Xorazm va Qoraqalpog'iston viloyatlariga chiqib ketyapti. Va nihoyat avatar uzun ko'chatlarimiz Qashqadaryo viloyatiga ketyapti. Jizzaxliklar bormi? Bu mana uzun ko'chatlarimiz, avatar ko'chatlarimiz xudo xolasa Jizzaxga qarab yo'lga chiqdi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, sizlarga Farg'onadan alangali salom. Biz mana o'zimiz Teplisada uzun ko'chatlar tayyorlayapmiz. Agro 07 jamoasidan avatar uzun ko'chatlarni mana qabul qilib oldik. Xudo xolasa sotuvga tayyor. Avatar uzun ko'chatlari sifatli holatda. Mana. Avatar Agro 07 jamoasi bilan yaqin hamkorlik qilamiz va bir jamoamiz, ya'ni sifatli va garantiyali uzun ko'chatlarni butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Agro 07 yo'l qazolari. Mana xudo xolasa Surxondaryodan Agro 07dan Sumatlodan avatar ko'chatlari keldi. Andijon viloyati Marhamat tumaniga. Xudo xolasa shu yerdan Andijon viloyatiga tarqatiladi. Toshkentga yetib keldik. Xudo xolasa Do'mbrobodning yonida ko'chatlarimizni tarqatyapmiz. Avatar ko'chatlarimiz mana hammasi sifatli, ishonchli, postlargacha ko'rishlaringiz mumkin. Mana yashab turibdi. Mana klientimiz keldi. Ikkita nafaqat bitta bo'lsa ham yetkazib beryapmiz. Mana klientimizga yetkazib beryapmiz. Nima deysiz ko'chatimiz haqida? Yaxshi chiroyliga men bu avatar 5-6 yildan qidirib yuruvdim. Shu mas'ul internetning yaxshi gruppaga a'zo bo'lib qidirib topsam, baraka topishni yetkazib berishdi. Ikkita olib olmang, keyingilar joy bo'lishida yana 15 ga yetishga harakat qilamiz. Mayli, ishingizga rivoj, barakatli bo'lsin. Sog' bo'linglar, rahmat. Shundan Allohga yuborgan ko'chatlar Xorazmga keldi. Kelbek davrasida Qazorasa tushdi. Mingdan ziyod tushdi, yorisi Qoraqalpog'ga ketadi, yorisi Beylar tarqatiladi. Assalomu alaykum, Dixon bobolar, akalar. Nega Qoraqalpog'iston Respublikasi Shimboy rajonidagi vaqtda avatarlarimiz. Bizlarda hozir tek avatarlarimiz bor. Alatni jigitlar bo'lsa, xudo xolasa olib yeksangiz bo'ladi. Mana avatarlarimiz mi? Ko'rganda Dixon akalarimiz tushunadi. Sırası bu tuttuk basa veresizler. Hazır o'zimda syomka jarayonida kelib, o'zimda bir uda qarasa 5 nal. Bir nechinde qancha ne tutdi? 15 turgan ekan. Optimgada, danagada berilaveradi. Agro 07 dan avatar ko'chatlarimiz keldi. Avatar qorasidan. Nasib bo'lsa Qarshi shahar Yo'rqo'rg'on bozoridan 500 metrlar sal uzoqroqda To'qimang'at massivi 1-14 katajga kelaverasizlar. Ko'chatlarimiz a'lo darajada yetib kelgan. Birortasiga zarari yo'q. Javlonbek, Xormang. Salomat bo'ling, assalomu alaykum. Qadrli bog'bonlar, akalar, ukalar. Mana Surxondaryodan bizga jo'natilgan avatar uzun ko'chatlarimiz yetib keldi. Agro 07 jamoasidan tayyorlangan. Ko'chatlarimiz juda a'lo darajada taxlangan. Bu ko'chatlarni Navoiy, Buxoro, qolaversa Xorazm viloyatiga dastlabki qilish imkoniyati bor. Bizda bemalol murojaat qilib bu ko'chatlarning egasi bo'lishingiz mumkin. Ko'chatlar juda ham a'lo darajada. Hammalaringizni bu ko'chatlardan xarid qilishga chorlab qolamiz. Rahmat. Mana ko'chatlarimiz xudo xolasa ertaga 2-aprel kuni Toshkentda bo'lamiz. Hammani kutib qolamiz. Toshkent, Sirdaryo hammani Toshkentda kutib qolamiz.